Bismillahirrahmanirrahim. Sevimli qarindoshlar, assalomu alaykum. Bugun diye kelishimizdeki sebebi hammamizga aniq. Buningdan 16 yil ilgari mushu vaqtda, mushu soatlarda vatanimiz Sharq Turkistonning G'o'lji bölgesida Xitoylar tarafidan elib berilgan qonli qirg'inchilikni 16 yildan beri eslatib kelyapmiz. Her yıl meşaga yig'ilib Xitoy elchixonasiga xitob qilib, Xitoy elchixonasi orqali Beijing hukumatiga o'zimizningki yurak so'zlarimizni, noroziligimizni bildirib namoyish qilyapmiz. 35 million xalqqa vakolatan biz simbolistik namoyish qilamiz. Sonimizning ko'p bo'lishi, oz bo'lishi bu muhim emas, faqat shu da'voninki davomlashishi, kundan kunga yükselishi, da'vo qadamining tezlashishi bek muhim. Mushu qada, mushu bir eski bir temperaturda ishinglarni tashlab, uzoqdan, yiroqdan Xitoy elchixonasining oldida biz tugab ketmadik. Xalq tugab ketmadi. Biz sana teslim bo'lmaymiz. Xalqimiz sana teslim bo'lmaydi. Sharq Turkistonni yutib ketganing bilan sana singmaydi. Hamon bir kun seni qusturamiz. Qusmasan qo'sog'ini operatsiya qilib bo'lsa-mu, bu Sharq Turkistonni sening qo'lingdan tortib chiqaramiz qo'sog'ingdan. Deb Sharq Turkistonning, Tibetning, Mong'oliyaning, Xitoyning bu cho'ng qo'sog'iga singmaydiganligini, bu zaminning Xitoyninki azaldan bir parchasi bo'lmaganligini va buningdan keyinmi bir parchasi bo'lmaydiganligini, kelajakda Xitoyga qo'shni holatda yashaydigan erkin bir davlat bo'lganligini yetkazimiz. Belki bu sizimiz anlaganlarga bo'lib Xitoylarga bir uyan yoki chaqchaqdek bilinishi mumkin. Ammo dunyoda shunday ishlar bor. Bugun chaqchaqdek ko'ringan, bugun odamlarning ko'zi yetmagan ishlar ertasi ertaga qarab baqsa emniyetga aylanib qolgan. Masalan, Muborakga o'xshash diktatorning qafas ichiga kirib sudlanishini hech kim o'ylamagan. Saddamga o'xshash diktatorning dag'i eslib o'lishini hech kim o'ylab boqmagan. Nurg'un davlatning tug'ilishini hech kim o'ylab boqmagan. Nurg'un davlatning gumron bo'lib zavallikqa yuzlanishini hech kim o'ylab boqmagan. Xuddi gulning ko'raklab echilgan gulning echilish davri, tuzish davri, qurish davri bo'lganidek, bu Xitoy kommunistlarining gullangan davri bo'lishi mumkin, tuzish davri cho'qim bo'ladi. Echilgan gulning tuzimig'ini nada bor? Hammamiz bilamiz. Shuning uchun bu vaqt masalasi, o'ltirma degan to'q, o'lishimmi degan to'q, ening oldim degan to'q, bundan keyinmi deymiz. Bu faqat vaqt masalasi. Shuni bilishi kerakki, Xitoy Sharq Turkiston Xitoyning qo'sqig'iga singmaydi. Buni qusturib olamiz yoki operatsiya qilib olamiz. Qanday yo'l bilan bo'lsa, hamon bir kun buni olamiz. O'sha oladiganligimizni bugun Xitoy elchixonasiga xitob qilib deymiz. Xitoy elchixonasi buni Beijing hokimiyatiga yoki yetkazadi, yoki bo'lmasa mishada xoinlik qilib yetkazmaydi. Yoki bizni ko'ziga yilmaydi. Ammo hamon bir kun bile hammalar ishinglarga hamon bir kun Sharq Turkistonliklarni sizlarni bir suhbatga kelinglar. Bizga yomon bo'lib ketdi, qattiq urib etdinglar. Sizlar suhbatlashinglar, biz chiqib ketinglar. Unda qilmanglar deydigan, voy sirtadigan, nadomat chekkizdigan bir kunni men kelamiz ko'ziga. Hozir haqoratlik qilgan ko'zidan qon yosh oqqizimiz. Xuddi singmaydigan zaharlik narsani yeb-solgan odam oromsiz yotqiniga o'xshash. Xitoy hozir gullangandek ko'ringan bilan hozir oromi yo'q, oromsiz. Xuddi zaharlik narsani yeb-solgan odam har minut, har soat azoblanganda Xitoy azoblanayotdi. Sharq Turkistondan iborat bu singmas, taslim bo'lmas. Bu zaminni yeb-solgan Xitoy hamon bir kun oldimizga biz buni qaytarib beraylik.
tinchlik bilan chiqib ketaylik, qo'shni bo'lib yashaylik. Sizlar bizni olmanglar, biz sizni olmaymiz. Kechiringlar deb Sharq Turkiston xalqidan kechirim so'raydi ekan. Bu kun oldimizda keladi, hozir osmonda quyosh yo'q, ammo quyoshning chiqishi ishimiz zaman bir kun. Hozir bahor yo'q, shundaymi? Ha, zimiston. Bahorning bo'lsa ishimiz shundaymi? Faqat bu vaqt masalasi. Shuning o'xshash Sharq Turkistonga, Sharq Turkiston xalqiga ozodlikdan iborat bu cho'ng bahor chuqur keladi. Buning ishimiz bu vaqt masalasi. Buni Xitoy hukumati, Xitoy xalqi, Xitoy tajovuzchilari, Xitoy bosmichilari hammasi birlikda bilishi kerak. Hozir Uyg'ur ma'rif uyushmasininki mas'uli Nijat qarindishimizning Xitoy elchixonasiga qaratib yozgan bayonotini o'qishni tavsiya qilaman. Qani Nijat Turg'un afandim, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, vatandoshlar, qadrli oqsingil, aka-inilar. Bugun biz Shvetsiyadagi Xitoy bosh konsul oldida turibmiz. Xitoy buningdan 16 yil ilgari vatanimiz Sharq Turkistonning G'o'lji viloyatida yangragan erkin shuarning aks sadosini yangrtib, muhojirlarga xos himmatlar bilan va vijdoni bilan burchimizni oqlash uchun septirib, tuzab turibmiz. 1997 yili 2002 ayning 5-kuni Xitoy hokimiyatining chekdan oshgan insofsizliklarga norozi bo'lgan minglagan vatandoshlarimiz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan tavhid kalimasini yozilgan lozunkalarni ko'tarib namoyish o'rinlashtirilgan va namoyish qilgan assimilyatsiya to'xtatilsin, diniy erkinligimizga daxl-taruz qilinmasin deganga o'xshash shuarlarni to'lab qahritan so'qoqda shivirg'anga pisand qilmasdan barliq Sharq Turkistonliklarning armani namoyon qilgan edi. Afsuski insonlik tabiati yo'q, xijil bo'lishni asla bilmaydigan nomussiz pashkash Xitoylar chekdan oshgan qabiy vositalar bilan qo'lida temirning sunuqini bo'lmagan namoyishlarni qarindoshlarimizni qonliq bostirgan, so'g'uq jonolg'uchi bo'lgan ochiqlar yuziga yuqori besimli suv chechish mashinalarini chechib, bo'lgan zaharlik sularni chechib, vatandoshlarimizni muz haykallarga aylantirgan. G'azab nafratlari chekchagan ko'zlar, tugilgan moshlar, egilmas ruhning namoyandasi, qonliq yoshlik boshlarida ifodalangan hayvatli ko'rinishlardan qo'rqib ketgan Xitoy hokimiyati chidab turolmay qarindoshlarimizga o't ochgan, o't bilan ko'ydirib, shu kuni osmon zamindagi barliq mavjudotlar bu ma'lum Xitoy hokimiyatiga la'nat yog'dirgan. Oradan bugun 16 yil o'tgan bo'lsa-mu, u kunki qirg'inchilikni, u kuni shahid bo'lgan qarindoshlarimizning har bir asligan chig'imizda Xitoylarga bo'lgan g'azab nafratimiz texnik kuchaydi. Vijdoni o'yg'oq, iymoni saygak, har bir Sharq Turkistonlik Xitoylarning mangu afu etmaydigan nafrat taxtasiga allaqachon mehlibatdi. Uyg'urga xos milliy irodamiz bilan, musulmonga xos sunmas ro'yimiz bilan shuni jazm qilamizki, barg'ansiri ko'ranglab terisi sig'may qilayotgan Xitoy hokimiyati bizlarga tizinib, yolvurib, ishdan betar kunlarga duchor bo'lgan kunlari oz qoldi. Biz hech qachon boshqalarga zulm qilmaymiz, ammo boshqalarni bizga zulm qilg'izmaymiz. Biz vatanimizni inshaalloh oldimizda yaqin va kelgusi ichida chuqur qo'limizga olamiz. Xitoylar vatanimizdan chiqib ketsin. 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 China gut ur O'zturkiston. 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 China gut
Maksat Esit akimizni Xitoy tilida Xitoylarning Sharq Turkistondan chiqib ketishini talab qilib, Xitoy elchixonasiga vakolatsizlik qilishga taklif qilamiz. Ana desadishda bani marhamat. 中国驻瑞典大使馆内的所有工作人员，包括外交人员，我们希望你们能听到我们的声音。维吾尔人永远不会忘记1997年2月5号遭到血腥镇压的那么黑暗的一天。今天我们来到大使馆前，其目的就是告诉你们，任何镇压都不可能放弃我们对政治自由的追求。维吾尔人要求恢复自己的民族文化，要求履行民族自决的权利，要求恢复东土耳其斯坦。维吾尔民族万岁！Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston erkinlik! Sharq Turkiston erkinlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston erkinlik! Sharq Turkiston erkinlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston ozodlik! Sharq Turkiston ozodlik! 今天我们再次发出的声音，并不是恐惧，而是希望我们要求中国政府改善当地的处境，要求国际社会前往当地进行独立的调查。Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! O'shanda sing'illarimizdan urushida Qarindoshlar, hello everyone. First of all, as usual, I would like to thank Swedish authority gives us this chance to talk. Then thank all of you and stand here with me in this cold weather. Thanks a lot. Before I start, I should introduce yourself once again to the Swedish public who is passing from here or giving attention to our voice. We are Uyghurs, who is being under devil China since 1949 till now, who has killed by Chinese government day by day, who is trying to breathe in that darkness society. A lot definition and description about us. Yes, we are Uyghurs from East Turkestan. Şina! Diktatör Şina! Terörist Şina! Terörist Şina! Faşist Şina! Faşist Şina! Şina! Diktatör Şina! Diktatör Şina! Diktatör Şina! Diktatör Şina! Faşist Şina! Faşist Şina! Faşist Şina! Faşist Şina! Ha, bunday. Bir qo'lingizda ish qilmadi bo'lmaydi. Mana bu bizning birligimiz, barobarligimizning simboli. Sharq Turkistonda hamon bir kun Islamiy bayram kutlaymiz inshaalloh. İnşallah ishlaymiz. Bu yerdagi so'qoq temperatur va shu amaliyotga chiqish qilib namoyishimizni mishada oxirlashtiramiz.